İgili diken almışam Nevisi şünce okşansın Nevisi şünce Assalamu alaikum qarindoshlar, Tan saqliq kanalimga hoş geldinglar. Ben bundan keyin sağlamlık, tan sağlamlık, ruhiy sağlamlık to'g'risida so'zlashni planlagan. Shunlashqa ruhiyatimizga azroq o'zimizga, o'zimga ham o'zgalarga, boshqalarga ruhiy oziq bo'lish uchun she'rlarni o'qib berishni qaror qildim. Ham bu mening YouTube kanalimga saqlanib qolsa, xotir bo'lib qoldi deganimni o'yladim. Shunlashqa to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Atamni eslab. Can ata bu kecha seg'indim seni. Qandaqmı tasvirlay isilliqingni. Tug'ilgan kuningga muborak bo'lsin. Osmonga qaradim bo'lg'in jannati. Sözledim özemge sanap yultuzni. Çaknıgan yultuzdur atam hayati. Şuna men ümit var ultadım bugün. Sığındım hayatın musabsini. Ey ata, atıdın dünyada barlığını. Uygurga bergensen bütün ciningni. Oğlunmu tirişip keldiği bugün. Lekin men qinaldım doğralmaysini. Mehmetcan Kurban, Boran, 2021 yılı 10. ayının 1. günü Toronto keçisi. Rahmet emanglarga.